Mashhur xonandaning ustidan yana bir Adliya vazirligiga shikoyat kelib tushdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Yana bir mashhur shoir xonanda Botir Qodirov ustidan Adliya vazirligiga shikoyat qildi, deb xabar bermoqda Intellektual mulk departamenti. Ma'lum qilinishicha, Abdusami taxallusi bilan tanilgan shoir Shohrux Abduvohidovga tegishli Qizg'onaman, so'nggi nafasgacha, Sog'indim yomon hamda Dildora nomli she'rlari xonanda Botir Qodirov tomonidan huquq egasi ruxsatsiz hamda tegishli tartibda mualliflik huquqi to'lamasdan foydalanilgan. Holat yuzasidan huquq buzarga nisbatan ma'muriy javobgarlikka to'g'risidagi kodeksning 177-prim 1-moddasi bilan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnoma rasmiylashtirib tegishli sudga yuborilgan. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tumani sudining qaroriga ko'ra, huquqbuzarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 177-prim 1-moddasiga 2-qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 8 baravari miqdorida 3 million so'm jarima jazosi tayinlandi, deyiladi xabarda. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir donadan like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.